Meni ele kütüp turgan ekan bu. Assalomu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar torbetiga hoş geldiniz. Mening ismim Nuriya Rahman. Bugun men Shveysariyaning Nemis tili rayonidagi Stockholm deydigan bir tog'liq kentda. Hozirgi o'rnim dengiz yuzidan 1700 metrdan oshidi. Bugun ko'l bo'yiga kelib, bu ko'lni Urumchidagi Bog'da ko'liga biroz o'xshatdim. Gerçi kichik bo'lsa-mu, ammo suvning rangi, atrofidagi qarag'ay, archilar ixtiyorsiz menga Bog'da ko'lini eslatdi. Bugun mana bu chiroyli manzarada o'ltirib, Gulchehra Cho'ng Alam Azizning 40 kecha nomli kitobidan bir qisqa bo'limni o'qib beraman. Oxirida shu rayonni tünögün aylangan, bugün aylangan vaqtga ajoyib chiroyli manzarlar borken, shu manzarlarni tatdim. Huzuringizga shuni sunaman. Xo'sh, emsa, boshlavatdim. Hicran azobi. Xayri xo'sh deyishga bormaydi tilim. Ah, kunsun hicranga qandaqmi dilim. Zulmatda ah urib to'g'layman seni. Sen edin pasiban, nurum dilkişim. Cenim ana. Dünyada anasını söymeydiğen verme yürek bolmaz gerek. Hemma adam öz anasını söyyüdü. Men mu seni şunçilik yaxşı görümün. Lekin bugünkü kelgende şu yaxşı görüşümni vaqtida ifadalab turgan bolğuymedim deb o'ylab qalaman. Ana, ömür musafemde sen bana muşununga o'xshash talay pand nasihatlarni qilgan eding. Nurg'ullarni anglapla uncha ko'ngil qo'ymagan ekanman. Uning bebaho qimmatini seningdan ayrilgandan keyin to'limi kechikib tushunyapman. Meni qiynayotgani dal mushu arman. Sen bana nurg'un muhabbat berding. Kichik vaqtimda kasallik bilan elishayotgan chog'larimda hech ikkilanmay menga 2 qitim qon bergan ekansan. Demak, yuragimda, to'mirimda eqiyotgani dal sening o'tliq qining. Mana bugun qo'lim kesilib, azroq qon chiqsa, xuddi sen eqib ketayotgandek darhol yuragimga tang'aman. İnsanның eng cho'ng hasrati dal mushundaq barchag'ida qadrini qilmay ayrilganda ah urush bo'lsa kerak. Ah, cenim ana. Sen menga bir ömür beg'ishlab kelding. Lekin erishishni kutmading. Menga nurg'un darslarni berding, lekin mening sana ata qilganim oppoq chashlar bo'ldi. Bu kunlarda onamni shunchalik seg'inib ketamanki, uyning ichida nimanidir izlab yugurib yuraman. Meni ko'rgan odam bu turqumdan meni hargizmi normal his qilmaydi. Ona deb u uydan bu uyga chiqaman. Berib oxirgi etim kiygan kiyimini elib, nafsim to'xtab qolg'icha yetlayman. Saatlab purab yotaman. Bu mu anamning xumarni basolmaydi. Shuning bilan Qashqarga safarga chiqaman. Urug' tuqqanlarimning har qancha pand nasihatlarimi menga kar qilmaydi. 1500 kilometrlik safar meni charchitolmaydi. Aerodromdan udul qabristonlikqa yugurayman. Ah ana, men keldim. Yuragim qayg'u alamda ezilmoqda. O'ltirgan o'rnim so'g'uq, qattiq to'pi yer bo'lsa-mu, qilch sesmayman. Mening eng yaqin sirdosh do'stim, onam meni tashlab u dunyoga ketdi. Yuragim ezilib, nafsim qisilib ketyapti. Onam taqdak yo'lanchukim edi.
Мен хошал болсам, менден бәк хошал боладды. Оныңға дәртлеримни төкіп атқанымда, көз яшырымны сүртіп, мен білән таң йығлайды. Анам muhabbetin ümitsizlengen vaqtimda dünyanın muhabbet bilen lık tolğanlığını bildirgen. Tağının keyni de onundan mı igiz tağının barlığıga işendirgen edi. Anam yazgan her bir esirimnin tünce oqurmeni bolup, her bir çekitpeşlerden huzurluğunu alğan. Menin talay kızlardan muşu kalimim bilen pərəxlinib turduğanlığımını bildirip, teximi köp eserlerini yezişimga ilham hem işenç bergen. Meni özümni tepişimga, özümni tonuşumga yol körsetken aşu anam edi. Men yaşangan kişilerinin daim ötmüşni esläp sözleşleriga hayran qalatdım. Ularning nemi üçün yaqinqi işlarini emas, daim jiraqda qalgan tarixni shuncha seg'inish bilan aslaydiganligini tushunolmaydim. Keyincha balkim mangu qaytmas aslimalarini, ayni chaqda qadriga yetmagan, muhim bilmagan shu ishlarni qayta aslaganda bak güzel bir kashmish tuyulisi kerak deb o'ylaydigan bo'ldim. Anamdan ayrilib hamma ishlar manga soğuk belinadigan bir kuni Qashqarda tuproq beshidan yenib, tuz yo'lda ketib etib, to'satdan putim qayrilib ketdi. Vayjon deb o'ltirib qoldim. Telefon qilsam, ocham yetib kelib, doktorga ilib bordi. Kashda teniqliq putimga qarab, ko'nglim shunchalik yerim bo'ldi. Ham yana ixtiyorsiz xiyolga botdim. O'tir maktabdagi chog'larim edi. Apam yotqan tikib atatdi. Menimi ko'ring, yotqan tikishmi bir muhim ish, o'rganib eling deb yenida o'ltirg'izgan edi. Men apamga uzun yotqan yengnisiga yeb o'tkazib berib o'ltiratdim. Tuyuqsiz telefon jiringshidi. Yugurib qopib yengniga dasivaptiman. Qarasam uzun yengdan putimning chimchiloq barmoqining ostidan kirib, ustidan chiqib qopdi. Qo'rqib ketib, ho'yladagi yerdala g'ishning ustida yig'lab o'ltirdim. Rahmetlik apam bunu ko'rib, "Voy jinim balam" deb oldimga yugurib kelibla yerda tizlinib o'ltirib, yuzini yerga yiqib turib, yengnini tishlab tortdi. Qo'rqib ketganimga loyiq ozroqmi og'riq his qilmadim. Opamning g'ishqa yuzini yiqib, og'zini putimga opirib, yengnini tortishini hozir o'ylasam, nemishqimi putimni egizroq ko'tarib bermay, yuzini yerga yotqizgan bo'lg'oydim deb ko'nglim yerim bo'ldi. Shu chaqda rahmatlik anam unimig'inimga unimay meni doktorga ilib borgan. Keyin yalloqlanib qilishdan ansirab, dori surtib, har kuni necharat silab hech holi qolmagan edi. Doktorning hech ish yo'q deganiga unimay, issiq suvda yuyib, dori surib, xeyli vaqtgacha zehni shu putimda bo'lgan edi. Bugun tengaqliq putimga qarab, opamning ashu mehrini seg'inib atgan edi. Hamma tuqqanlarim ko'ngil bo'lib qarab atgan bo'lsa-mu, yana bir yerim to'lmay batadi. Yo'q ishga yig'laydim. Muhabbat sirab atadi. Opamning yurakini, mehrini, meni bag'riga besishin, putimni silab, mehr bilan qarashlarini seg'inib atadi. Bu hissiyatlarimni faqat ko'z yoshlarim bilan Allah chiqarib atadi. Shamol ko'tarilib ketdi. Hey analarımız, hey analarımız. 2002 2 ayının ahırda Alps taq tizmisida mundaq bir ta'sirlik vaqa bo'ldi. Bir ana qizini elib Alps teg'iga qor teyilg'ili chiqibdi. Taq ko'chib, bular qor ostida qapti. Ana bar kuchi bilan
qizini qor ostidan ochqibdi. Ammo ularning uchisida kulrang mamuq chapan bo'lg'achqa qutqizishga kelgan tik uchar ularni qor rangi bilan farqlantira olmabdi. Buni bilgan ana qirliq tosh bilan arteriya tomirini kesib, qinini qor ustiga eqitibdi. Bir chaqda qizi doktorxonada o'shig'i kelibdi va onasining qon ko'p chiqib ketganlikdan o'lib ketganligini bilibdi. Ayol taqqa chiqishdan erkachisi o'g'lining 1 yoshga kirgan tug'ilgan kunida o'g'lining yudib 7000 metr egizlikdagi muz taqqa chiqmoqchi bo'pti. Ular havo raydan berilgan ma'lumotga ishinib ketib, o'rin belgiligishni elib olmagan ekan. 5000 metr egizlikka chiqqandan keyin tuyuqsiz havo o'zgarib, qorlar uchib, qattiq shivirg'an chiqib, temperatura tezlikda tövallab 0 dan tövan 34 gradusga tushib qoldi. Ular amalsiz bir önkürge kirib daldınıptı. Temperatura davamlıq tövəllab, ananın qoynidagi bala muzlab, kalpıkı kökürüp ketipdi və qorsıqı içib, içinişlik yığlaşqa başlapdı. Balani emitish kerak ekan, lekin badanning azroqli yeri ichilib qolsa, badan temperaturasi tövəllab, ananing hayoti xavf uchraydi ekan. Balaның yığısı barğansır acizlaşqa başlapdı. Ana nemeli bolsun balasını emitmekçi bopdu. Bununğa eri qat'iy qo'shilmabdi, chunki ayolining to'nglab o'lib ketishdan ansirabdi. Lekin ana balasının yığısıga, qo'rsqining ochliqidan qilayotgan nolisiga zoti chidabamdi. Eri ana bola ikkisini quchoqlab turibdi. Ana zoti chidamay balani emitibdi. Ularda o'rin belgilegich bo'lmag'achqa qutqizuvchi xodimlar vaqtida kelolmabdi. 3 kundan keyin qutqizuvchi xodimlar kelganda xotinini quchoqlagan holda o'shidan ketgan. Xotini bola emitayotgan holatda qetib muz haykalga aylanib qolgan. O'g'li dadasining qo'ynida xotirjam uxlayotgan ekan. Mana bu ana ruhi. Ananın bəxşəndə qilish ruhi, ananın pidakar ruhi. Mening anam, yana nurg'un analar balası üçün ölmüsümü qandak muhim muhabbetini beg'ishlab, muhabbat sirab ko'yib shamdak erib tugaydi. Yeni bir bölüm. Yalğan külüş təsturu bəkmu təs. Yalğan külüş təsturu bəkmu təs. Çin külgəngə qılıman həvəs. Külgənlərgə külüb qoyuman. Əmma o külgə özümnің əməs. Anam bizdən ayrıldı. Bahardan keyin yaz geldi. Lekin yazdak yıqımlıq anam yo'q edi. Çechak içildi. To'zib ketdi. Anammi xuddi chechakdek to'zib ketgan edi. Gullar içildi. Lekin uni yaxshi ko'rdigan anam yo'q edi. Anam terigan rayhon gullarmi içilib, xushpuriqi o'ylini biri oldi. Lekin uningdan hozirlanadigan, cheksiga qisib oladigan anam yo'q. Anam gülni yaxshi ko'ratdi. Gül terishni, parvish qilishni yaxshi ko'ratdi. Gullar so'lishib, to'zib ketsa, ko'ngli yerim bo'ladi. Anamdan ayrilib qolgandan keyin ota-onadan ayrilishdan boshqa hamma ayrilishning bizni xuddi suv chachirab sagitib qo'ygandek yenik o'tib ketadiganligini his qildim. Anam hayot chig'ida meyitning keyindan 3 narsa agishib boradi. İkkisi qaytidi. Kelib biri birga ketidi. Balichaqa va mal dunyo berib qaytib keladi. Qilgan amallari birga ketidi deydi. Shuning uchun mekin har kuni yaxshilik, o'lim haqida so'zlab harmaydi. Men bu to'g'risidagi so'zlarni ko'p anglab ketgachkimekin ancha eran qilmaydim.
Hazır bu sözlerini oylasam, anam şu çağlarda hayatının ahirki kunlarining yaqinlab kelayotganligini ko'ngli to'ygan bo'lg'aymidi deb qolaman. Bir kuni akam 2 yashik olma keldi. Her 2 yashikdagi olmani yuyib, ustalga tizib qo'ydim. Anam kirgan chiqqanlarga meva so'yib bergach, bu olmaning ko'rinishimi bek chiroyli ham bek suluq ekan. Mavu ancha yaxshi emas ekan deydi. Shundaq deb bir hafta o'tmay, heliqi yaxshi emas ekan degan olmalar sesib ketdi. Opa, her 2 olma ko'rinishidanmi ancha farqlanmaydi ekan. Sen avu yaxshi ekan, mavu nachar ekan deb tang akalgan o'xshash olmaning biri saq turdi, nachar ekan deganing sesib ketdi-ya, dedim. Takrang avazını anlayatsızlar, ha? Bu şu köl boyidagi kallalarning bo'yniga esilgan qo'ng'iroqlar. Sal turib boshaqqa berib nazarlarni tatib ko'rsatdim. Xelbet sıxdım. Bir kitapda hissiyatsiz hech nima yo'q deb yozib ekan. Kallalarnimi muzika bilan saqsa sut chiqadi ekan. Gullarmi muzikada yaxshi echiladi ekan. Olmalargami so'zimiz ta'sir qildimi nima deb kuldi anam. Men bu so'zni xeylig'icha tahlil qilib yurdim. Mening 2 do'stim bor. Birsi qosh ko'zi to'kilib turadigan chiroyli qiz, lekin o'ginishda ancha yaxshi emas. Mijozimi ishtik. Yana bir do'stim qaramoqqa odatligicha, lekin aqlli, tirishchan, mijozimi bek yaxshi qiz. Biz uchimiz bir yerga borsak, hammamiz chiroyli do'stimizni havas bilan maqtashib ketadi. Bu chaqda yana bir do'stimga qarsam, u bu so'zlardan bearamlik his qilgandek bo'ladi. Keyincha u biz bilan bir yerga berishni xohlamaydigan, bizdan o'zini qochirib yuradigan bo'lib qoldi. Yillar o'tib, heliqi chiroyli do'stimiz natija qozondi. Yana bir do'stimiz burunqidek tirishchan ruhimiz sunib, mijozi chus, asan achchiqlandigan, hamma odamdan, hamma ishdan qusur tepib, norozilik kayfiyatida yashaydigan bo'lib qoldi. Anamning 2 olmaga bergan bahosi va keyingi olmaning natijasi 2 do'stim haqidagi savolimga javob tepib bergandek bo'ldi. Chiroyli do'stim har kuni anglab turadigan maqtaj, madiyalar, havas bilan qarashlar uningga ishonch ato qilgan ekan. O'ziga ishonchi bo'lgan odam hamon natija qozonib chiqadi. Odatlikcha bo'lgan yana bir do'stim aqlli ham tirishchan bo'lsa-mu, o'zini kamsitish psixikasining qurboni bo'lib, o'ziga bo'lgan ishonchisini yo'qotib, talantini xazon qildi. Shuning bilan mijozi itdik, asan achchiqlandigan, hamma odamdan qusur izlab, shu orqali o'zining ko'ngil yerimliqini tangponglashtirishdek passiv holatni shakllantirdi. Amaliyotda bir odam o'zini o'zi go'zal, jalbkor his qilsa, cho'qim boshqalarga shundoq go'zal ham jalbkor ko'rinadi ekan. Bu haqda Karnikning mundaq bir hikoyasi bor. Bir ommaviy yig'ilishda kelishgan bir ayol: "Karnik apandi, yaxshimisiz? Siz bilan ko'rishishni orzu qilib kelgan edim. Oxiri murodimga yetdim. Men bir oddiy ayol", debdi. Karnik: "Ha, oddiy xonim, nima so'zingiz bor?" debdi. Buni anglab, ayolning ko'ngli yerim bo'lib turib qoldi. Karnik: "Siz o'zingizni oddiy ayol deb tanishtirsangiz, shuning bilan men bu sizni oddiy xonim deb atadim. Acaba bu xatomi? Nemishqa o'zingizni o'zingiz kamsitasiz? Bilib qiling xonim, har qanday odam Tangrining bir buyuk kashfiyoti. Uni hech kimning kamsitish huquqi yo'q", debdi.
Lekin anam meni ko'p maqtamaydi. Tügüməz tərbiyyələr, təkrar nəsihətlərini anlap, bu sözlərdən zerikəndəkmi bolatdım. Kiyinişimdən tartıb, жүрüş turuşumğıca, hətta telefonda qattiqroq külüşümgimi çek qoyatdı. Bir күні futbol müsabaqası көріп olturğaş, anam bilan paranlaşdım. Anam şu gündeki qılğan işlerini, kimlərdən telefon kelgənliklərini sözləp berib atatdı. Mening diqqətim müsabaqada edi. Atla, dedim anamның gepini bölüp. Şundaq çırayliq əktib atqan topni yenidikiga bersə, çoxum kirgizib etətdi. Özüm tepimen dep bermey, özümü kirgizelmedi. Aran kelgen bir fürsətni qo'ldan berib qo'ydi, dedim. Şəxsiyyətçilik qilsa şundaq boludu, dedi anam. Topni men kirgizib, namimni chiqiraman degan bo'lg'iydi. Unda qilmay, onunğa bersak kiratdi, o'ziningmi tökpisi bo'latdi. Top o'ynashda bo'lamdi, xizmatda bo'lamdi, hamma ishda şəxsiyyətçilik qilsa ish buzuladi. Niyetini to'g'ri tutsila, o'zimi o'ylamagan yerdan natijasini ko'radi. Mushu yo'lda ketib atgan mashinaga qarabmi, mashina haydagan odamning sapasini belgili bo'ladi. Oldirango şəxsiyyətçi odam mashinanimi mijazdek haydaydi. Yo'l talishib atgan, piyodalarga, cho'nglarga yo'l bermay batgan. İnsan nima ish qilsin, o'zining mohiyatidan halqib ketelmaydi degan so'z bar emasmi ana, dedim. Anamning saqlagan narsalari o'zgacha edi. Yosh chaqlarida ishlatgan attirlarining qutisini kiyim-kechaklarining orasida saqlaydi. Helimi uning sus puruqi bo'ladi. Sanduqini har bir qitim ochganda, bir qitim purab, dadamning qachon nadin akilib berganligini, qancha uzoq ishlatganligini, burunqi narsalarning jinliqini so'zlaydi. Har birimizning bu vaqtchig'imizdagi bir bo'yimimizni saqlab qo'ygan edi. Cho'ng akamni upuligan upa, kichik akamning ko'rp quloqchisi, achamning do'ppisi, mening qirqimda qirqi suyi qo'yganda kiygan ko'nglikim, sholdiruqim, balaliqimda o'ynagan qo'rchiqim, mehmondarchilikda o'ynagan kichik taxsa, piyola, beshimga kiygan shlapilarim saqlaqliq edi. Anam meni kichikimda bək yasaydi. Shlap elib berishni yaxshi ko'ratdi. Kichikimdan kiyib odatlanib qolg'ashqimi, toki bugungacha beshimga boshni kiyishni yaxshi ko'raman. Boshni kiyish yaxshi odat. Chash oftobda kuyib, xunuklashib ketmaydi. Bosh kiyim kishiga salofat beradi. Bizdek cho'ng ayollar yog'liq arsoq salofat beradi. Bo'yindagi qo'riqlarni to'sidi. Ko'nglakning ustiga bir narsa kiysak, buzilgan figuramizning aybini yopadi. Yoshlikning o'zi go'zallik. Odam yosh vaqtida hamma odamga chiroyli ko'rindi. Yosh cho'ngaygan sari ishki dunyosini tozalab, fazilatini namoyon qilib yursa, salofati ifodalanib turadi. Şoňa balam, her yaşning o'ziga tushliq kiyinish madaniyati bor. O'z loyiqida sifatli kiyinish bek muhim. Bir odamning kiyinishiga qarab, qanchalik tarbiya ko'rganligini belgili bo'ladi. So'ringa qarab, ko'rishadigan odamga qarab kiyinish kerak. Bu-mu boshqalarga bo'lgan hurmat, deydi anam. Anam ayollarni kuchlik deb biladdi. Anamning kuchlik degani kuch emas, ta'siriga qaratilib aytilgan so'z edi. Oilada ayolning roli bek muhim deb qaraydi. O'g'illarini o'ylamoqchi bo'lsa, ularning uyida dadining qarori asos qilinamdi ekan, onaningmi deb so'raydi. Ota-ona qandoq bo'lsa, bolalarimi shundoq bo'ladi deb qaraydi. Bu to'g'risida anam ocham ikkimizga mundaq bir hikoyatlik nasihatni qilgan edi. Bir karvan xo'jayini to'gilarni boshlab mangadigan yaxshi to'gidan birini olmoqchi bo'lib, qimmat bahoda bir to'gini setib oldi va to'gi egasidan bu to'gining onasining xuy-paylini so'rabdi. To'gichi:
Bu uzun səpərgə, yük taq kötürüşkə bək çidamlıq tögünün balısı. Lekin onun dəryanın o'ttirsıға barğanda çöküp yetib alıdığan bir adeti var idi, depti. Karvançı uzun səpərgə, yük taq kötürüşkə bək çidamlıq degan gapdan xoşal bolup, dəryanın o'ttirsida çöküp alıdı degan sözgə etibar qilmay tögünü setib aptı. Bir günü bu çidamlıq tögüge qimmat bahalıq buyumlarını artıp səpərge atılınıptı. Bir daryoga kelganda karvanchi heliqi so'zni esiga elib yuragi qartdi qiptida va u cho'kib oladig'ini bu tögінің onasi ekan, bu emas deb o'ziga o'zi tasalli berib tögini daryoga sapdi. Degandek daryoning o'tirsiga kelganda tögə cho'kib zodi mang'ili unamapti. Shuning bilan Sodigarning hamma meli suvda eqib ketibdi. Shuning uchun onu ko'rib qiz al, qirg'oq ko'rib bo'z degan so'z qolgan. Ailesi, ota-onasi hammadan muhim. Adam bir kechada boy bo'lib ketishi mumkin, lekin bir kechada emas, bir yildimi saviyalik, sopaliq bo'lib ketalishi natayin. Bir öy er bilen kishiga bexatarlik tuyg'usi beg'ishlaydi. Ayol kishi ko'p narsalarga to'g'ri hukm qila olmaydi. Shunga erning qaroriga bo'ysunib yashanglar. Ayoli nima desa shuni qiladigan erning bolalari oldidimi, ayoli oldidimi hurmati bo'lmaydi. Ayoli nima desa shuni qiladigan erning bolalari oldidimi, ayoli oldidimi hurmati bo'lmaydi. Erdek, ayaldek bo'lgani yaxshi. Hamma ishda mening deginim hisob deb hukmronlik qilib yurgan ayol deginiga erishgani bilan nurg'un zehni xo'raydi. Aramsizlandi, jiddiylashidi, charchaydi, oxiri satlashibmi ketadi. Deginimni qirdim degan bilan erining qalbidagi o'rni tushib ketadi. Chiroyli xotinmi sat ko'rinadi. Oilada muhabbat suslaydi. Turmuşda ayolning roli muhimmi ana? Muhim bo'lmamdikan qizim. Mana men deb yurgan yigitlar tarbiya ko'rmagan qizlarning qo'liga tushib qolsa, kulda ko'mashli bo'lib ketadi. Paytmisini ta'tir yegab yurgan o'g'il bola yaxshi ayolga erishsa, bundaq ayol ernimi, uynimi gul qilib etadi. Shunga o'ylanganda nasabiga, ota-onasiga, fazilatiga bak qarash kerak. Ondaq deginim bilan nikohda peshoniga putilgani hisob ekan. U armanni qilibli qoladi ekanmiz shu. Nurg'un yillik turmush tajribangmi bu ana? deb so'radim. Burunqi chaqlarda onamiz qo'liqimizga qo'yib etadi. Eringdan ruxsat so'rmay bir yerga borsang, yo putlashib, yo bir narsangni o'g'riga berib degandek falokat bosadi. Hamma ishni erning ruxsati, roziligi bilan qilish kerak. Erdan maxfiy yiqqan mol dunyoning barkiti bo'lmaydi. Bir uy deganda tili, dili bir yerda bo'lmasa, barakat, bolalarda insof bo'lmaydi. Uyning barkiti ayolda. Sahar qo'pib, chashlaringni tarab, o'zingni tuzashtirib, eringga ko'ringin. Uyda cheching chuvoq, kir kiyimlar bilan yurma deb menimizga singdirib etgan. Hozir ayollar huquqda barobar deb bu gaplarni anglamaydi. Ayollar xizmat qiladi, charchab kelib qarsa, uyning ishlari qarab turgan. Herganda dardini eri bilan urushishdan oladi. Shuning bilan muhabbatga dast ketadi. Ayolning birsining niyati durust bo'lmasa, yana birsiningmi cho'qim shundoq o'zgaradi. Oila degan bak qudratli qo'rg'on. Nikohga, oilaga cho'qim bak astoydil muomala qilish kerak. Mening balam bo'linglar, chaqqan, pokiz bo'linglar. Odam ishlaganga hech nima bo'lib ketmaydi. Ish qilganning yuzi yo'riq bo'ladi. Deydi onam rahmatlik bizga tarbiyani uzmay. Ko'pincha hollarda onamga tasalli so'zini men qilatdim.
Bir kuni g'uva chiroq yo'riqida onamning joynamozda o'ltirib duo qilayotganidan uyg'onib ketdim. Rahmatlik onam turmushdagi ushaq-tushak ko'ngil og'riqidan namoz bilan tasalli topatdi. Allah, oson og'riq, oson o'lim berarlar. Bak qiyirib ketishdan panoh qilarlar. Bolalarim, kelinlarimga insof, tavfiq berarlar. Ularning go'daklikni qilib solgan gunohlarini mag'firat qilarlar. Qilib qo'ygan gunohlari sabab ularga g'azab qilib selishlaridan qo'rqaman. Ularga mag'firat eshiklarini keng ocharlar. Ko'ngliga mehr, muhabbat ato qilarlar. Bu qurlarni yezib etib, ko'z yoshlarimni to'xtatolmay o'tiribdiman. Jenim ana, dunyoda beg'ishlab erishishni kutmaydigan bir onaning yuragidan boshqa yana bir yurakning borligiga ishonmayman. Bolasi uchun yig'lab turib kulalaydigan onaning ko'zidan boshqa yana bir ko'zning borligiga hargiz ishonmayman. Yuragini qon qilib atgan bolasi uchun uning kelgisidan, Tangrining g'azabiga uchirishidan ansirab, kechasi uxlamay uning uchun mag'firat tilab atgan onaning titrab turgan qo'lidan boshqa yana bir qo'lning borligiga hargiz ishonmayman. Tangrim menga va boshqalarga butun dunyodagi qarindoshlarni, fazilat ahlini yaxshi ko'rishdan sirt yomonlarnimi, dilimizga azor berganlarnimi yaxshi ko'radigan ham ularni kechirib etalaydigan yurak ato qilgan. Bu yurak onalarning yuragidek go'zal ham pokiz bo'lsin. Öyle. Rahmetlik anılarımızdan o dünyalığı cennette nurlar içinde olsun. İşte güzel yerlerde olsun. Kur'an-ı Kerim'de deydi o cennetni aslardan su ekip turduğun, her xil kuşlar sayrap turduğun. Şundaq bir çıraylık makan dep tasvirlaydı. Rahmetlik analarımızdan ki ornu şu yerde olsun. Allah. Ay. Kitapni o'qib tugitay dedik, oxiri yig'lab, kulib, qaqshab degandek. Kelar qitim eng oxirgi bo'limni o'qib beraman, Xudoyim buyursa. Bugun mashunchalik o'qiylik. Bu yerga tunugin kelgan to'q. Stok o'rin degan yerga tunugin keldik. Tunugin kelgan vaqtimizda havo ancha yaxshi emasdi. Shunga bugun shu havo yaxshi emas, shu kundagi manzarlarni o'zingizlarga sunaman. Kelar qitim, ya'ni 40 kechaninki eng oxirgi bo'limini o'qib tugatgandan keyin mana shu bugungi shu go'zal manzarlarda topgan videolar o'zingizlarda bo'ladi. Ma'qul amsa, xayr xo'sh, omon bo'linglar. Mana hayatım beri qo'ng'iroqlari chiranshib men bag'cha bular yanamga kelibdi. Pek yaqin boramayman lekin Stok o'rin 2190 metr egizlik. Men hozir Stok o'rni cho'qqisida, ya'ni dengiz yuzidan 2190 metr egizlikdagi cho'qqida. Afsus, havo ancha yaxshi bo'lmag'ashqa
ancha yaxshi emas. Nihoyat tumanliq bo'lg'achqa mana atrofni hech nimani ko'ngil bo'lmaydi buguncha. Qani. Ata ko'rish imkoniyati nasib bo'la. C'est magnifique, regarde. Waouh. Mana oxir yetib keldik. Ta'limimizga bugun atdiganda havo shundoq yaxshi. Mana biz bir kecha o'tkazgan gumbazlik uylar. Sahardagi quyoshning illiq harorati, salkin shamol. Wow. Güzel bir gün.